bitta obyektimizni chiroyli holatda bitirib oldik. Kelinglar sizlarga bitta mexanizmlarni ko'rsatib boramiz. Starakkisi bunaqa ro'molli idishga mexanizm bor, qo'yib berganmiz. Hop, bu atsekimizda shim mexanizmi. Hop, buni olib, bemalol ilib yana qo'yib qo'ysa bo'ladi. Bu o'zining holatida ilsa ham bo'ladi. Hop, bu o'zini eski shkafi. Buni ikkita chetiga biz yangi qilib berdik. Bu turetskiy shkaf tayyor kelgan. Hop, bu yerda qilgan ishimiz qator bichilka qo'yib berganmiz. Bu yerda obuv mexanizm. Hop, ikki tarafga ham ishlaydi. Bunaqasi ham qo'ysa bo'ladi. Bunaqasi ham qo'ysa bo'ladi. Bu tarafda katta oyna qo'yib berdik. Sensorli. Shuni ustini qo'l tegish o'zi yonadi. Bu yerda tortma. Kimga shunaqa mexanizmli, chiroyli, sifatli mebellar kerak bo'lsa, mebel fabrikasiga murojaat qilinglar.